Assalomu alaykum. Bugungi video darsimiz mavzusi ijtimoiy injineringda hujumlar tahlili. Hozirgi kunda axborot xavfsizligi deganda ko'pchilik murakkab texnologiyalar, kuchli parollar yoki antivirus dasturlarini tushunadi. Ammo amaliyot shuni ko'rsatadiki, eng zaif nuqta bu kompyuter emas, balki insonning o'zidir. Aynan shu omildan foydalanadigan hujumlar ijtimoiy injiniring deb ataladi. Ijtimoiy injiniring bu hujumchining texnik vositalardan ko'ra inson psixologiyasidan foydalanib, maxfiy ma'lumotlarni qo'lga kiritish usulidir. Ya'ni bu yerda tizim buzilmaydi. Aksincha, foydalanuvchining o'zi aldov yo'li bilan kerakli ma'lumotni berib qo'yadi. Hujumchi ishonch uyg'otadi, qo'rqitadi yoki shoshiltiradi va natijada odam o'ylamasdan harakat qiladi. Endi ijtimoiy injineringning asosiy hujum turlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi va eng keng tarqalgan usul bu phishing hisoblanadi. Bu usulda foydalanuvchiga bank, ijtimoiy tarmoq yoki boshqa xizmat nomidan soxta xabar yuboriladi. Masalan, hisobingiz bloklandi, tasdiqlash uchun ushbu havolaga o'ting degan mazmunda xabar keladi. Foydalanuvchi esa havolani bosib, soxta saytga kiradi va o'z login hamda parolini kiritadi. Natijada bu ma'lumotlar hujumchi qo'liga tushadi. Ikkinchi usul pretexting, ya'ni soxta rol o'ynash. Bu yerda hujumchi o'zini boshqa shaxs sifatida tanishtiradi. Masalan, bank xodimi yoki texnik yordam mutaxassisi sifatida qo'ng'iroq qilib, hisobingizni tekshirish uchun SMS kodni ayting deydi. Ishonch hosil qilgan foydalanuvchi esa kodni berib yuboradi.